Va ertalab ham tushdi-yu. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Johnny Minecraft kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Xo'p, bugun nimalar qilamiz? Bilinma o'zim. Xullas men 13-qishloqqa kelganman. Sizlar so'radilaring do'stlar. Men 13-qishloqqa keldim. Va hozirda qo'limiz yuvib, tomorqa ishlarini qilishimiz kerak va mana bu mening uyim. Unchalik zo'r emas, lekin bo'laveradi do'stlar. Kechqurun juda ham charchab mana shu ishlarni qilib qo'ygandim va mana shular qolgan, mana ikkitasi. Tomorqa ham sotib olgandim. Endi bularni olamiz va ekinlar qilib nimadirlar qilishga harakat qilamiz do'stlar. Video umid qilamanki qiziqarliroq bo'ladi do'stlar. Xo'p. Voy, aslida mayli endi quyosh nuri yaxshi yetishmagan do'stlar, buni beraveramiz bomishlarga. Bular ekib yaxshilab ekib chiqamiz do'stlar. Yaxshimisizlar o'zlaring ham? Videolar yoqyaptimi? Aktivdan noliymiz, juda ham yaxshi aktiv. Har bitta videoni 200 tadan ko'p kishi ko'ryapti. Shunga ham shukr qilyapman do'stlar. Hozir 10 ta obunachimiz bo'ldi. Umid qilamanki bundan ham ko'payadi degan umiddaman do'stlar. Xo'p. Mana bular ekib chiqamiz do'stlar. Mana bu ekin qilganlarni ham menga mer berdi do'stlar. Merni o'zi esa ana bu do'stlar aytgancha ana qo'shnim anaqa xullas bitta joyga ketgan ekan, uni ham tomorqasini sug'orib qo'yishimni aytgandi. Keyinlar uni ham tomorqasini sug'orib qo'yamiz do'stlar. Uni ham achigan sotishga bor ekan do'stlar. Mayli uni tashlab yuboramiz. Balkim bo'mizlar kelib ketsa mumkin do'stlar. Xo'p. Achigan ekilib ketib qolardi do'stlar. Bunga ham quyosh nuri yaxshi yetishmagan shekilli. Va bu tushganning yarmini uyimga qo'yib qo'yaman va yarmi mening qo'shnimga do'stlar, bilasizlar. Birovning haqqini yeyish yomon. Va qo'shnimni bug'doylarni sug'orib qo'yamiz. Xo'p do'stlar. Bitta qolib ketdi. Olamiz buni ham do'stlar. Yaxshilab akkuratni ish qilishga o'rganish kerak odam do'stlar. Xo'p. Videolar yoqyaptimi do'stlar sizlarga? Videolarimiz yoqsa like bosib qo'yinglar. Endi uyga kirib nimadirlar qilamiz. Va bo'ldi do'stlar. Va nihoyat ferma ishlarini ham tugatdik. Bularni endi o'zimni sandig'imga solib qo'yaman va qo'shnim kelganda beraman do'stlar. Hop, kirib bularni sandiqqa joylaymiz. Mana bu achiganlari o'zimda turib tursin, keyin qo'yaman. Hop, bularni qo'yamiz do'stlar. O'zimda qani telefonni olaylik do'stlar. Merdan telefon bo'pti-yu. Qani qo'yingchi. Allo, assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Yaxshimisan o'zing ham? Ha, yaxshi, rahmat. Hozirgina tomorqa ishlarini tugatgandim. Ko'rdim seni. Chaqirganimni eshitmading. Ha, yo'q, uzr mer. Va xizmat. Xullas, meni uyga kel. Tinchlikmi mer? Sen kelavergin, gapni ko'paytirmasdan. Mayli, hozir ketyapman. Xo'p do'stlar, men chaqiryapti ekan, uyga borib kelish kerak. Borikchi, nima bo'lar ekan? Xo'p. Aytmasdi, maytada aytgancha do'stlar, juda ham esimdan chiqib qolyapti, chunki yangi qishloq o'rganish kerak. Voy, do'stlar. Taxt kirsam bo'ladimi? Kamer. Do'stlar, kiramiz. Assalomu alaykum janob, ber chaqirtirgan ekansiz. Xullas, sen bugundan boshlab uyda yashamaysan. 2 kungina xolos. Nima? 2 kun? Nimaga janob ber?
Xullas meni qishlog'dan jiyanlarim kelib, o'sha uyga yoqib qolishibdi. Shunga men uyimga nima qilish kerak ular? Urmay yaramas. Ha, uzr. Nima qilish kerak ular meni uyimda, demak. Ularga uy yoqqan deyapman. Ular turib turadi. Shu yerda yashab turadi. Nimaga men uyimni berib yuboramanmi? Iltimos sendan. O'ziga bironta uy ham bermaysizmi? Ortiqcha uyimiz yo'q, hammasida yigitlar bor. Ay, yomon bo'pti. Xohlasang uy qurishing uchun sandiqda narsalar bor. Sandiqda narsalar yaxshimish qilib. Ko'rganni o'zing bilasan. Achela pul yaxshimi, mer? Yo'q. Nima, endi men bo'mish bo'lishim qoladi. Mayli endi 2 kun chidab tur, iltimos sendan. Mayli, nima ham derdik do'stlar, olamiz. 64 ekan, bir bola qilib uy quramiz endi do'stlar. Uyimdan narsalarimni olib chiqib ketsam bo'laveradimi? Yo'q, uyga kirmay tursan 2 kun. Bugun kirma. Voy, nimaga? Kirma dedimmi? Kirma. Voy do'stlar, mayli. Soldim qarorga do'stlar. Endi bir uy topishimiz kerak do'stlar. Shu topamiz deyman. O'zimiz shu aslaha narsalardan qurishimiz kerak do'stlar. Voy, bo'mishlar gapirib turdi. O'zim bo'mish bo'lib qoldim do'stlar. Bo'lmadi. Do'stlar, endi mana shu joylardan uy quramiz. Shunisi lapatkamni ham olib chiqishga yo'l qo'ymadi bu janob mer. Zolim mer. Xullas, endi shunaqa o'tlarda maylicha ixcham qilib oldim. Shunaqa endi uy qurishga majburmiz do'stlar. Qanday mana shunday qilsak bo'larmikan? Yana bitta ko'taraylik do'stlar. Do'stlar, точный bo'mish bo'lib qoldim o'zim ham. Boya bo'mishlar haqida gapirayotgandim va o'zimga ham shu hol tushdi do'stlar. Endi nima ham qilardik? Tun ham kech bo'lyapti. O'shanga tezroq uyni qurish kerak. Meni ham jahlimga tegib ketdi oxiri. Men qishloqdan jiyani kelarmish. Meni uyimga aynan qo'shnini uyiga emas, meni uyimga kirish kerak aynan do'stlar. Nimaga har doim shunaqa bo'lar ekan? Ay. Do'stlar, endi shunaqa kichkina qilib uy qurib turaveramiz. Xo'p, mana shuncha bo'ladi do'stlar. Hozirchalik bizga mana shuni tepasini loydan qilib qo'yaylik. Do'stlar, haqiqiy bo'mish bo'ldim lekinchi. Haqiqiy bo'mish bo'lib qoldim do'stlar. Mayli, nima ham derdik. Hop, ketishyapti do'stlar. O'shanga uxlashimiz kerak. Buning uchun bo'mishga o'xshagan kravat va hatto eshik ham yo'q-da do'stlar. Eshik ham yo'q hattoki. Nima ham derdik, uxlaymiz endi. Ertalab tushishni kutamiz. Va bo'mishlik вообще boshqacha ekan do'stlar. Вообще uxlashga ham noqulay bo'ldim do'stlar. Hop, endi mana bu uyda yana bir kun chidashimiz kerak. Tartiblab olaylik, mayli bo'mish bo'lsa ham tartibli bo'mish bo'laylik do'stlar. Mana ularni yo'qotib, tartibli uy qursak, balkim uyimizni qaytarib berishadi. Do'stlar, yaxshi telefonimni olib kelib olganman ekan. Erishib ketganim juda ham. Endi biror nima o'yin o'ynab turaman-da do'stlar. Shorts ko'raylik keylar. Futbol haqida shorts ko'ramiz. Yomon do'stlar. Mayli, endi nima ham derdik? Turish kerak. Mer telefon qildi. Allo, assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Uyimni oldiga kel. Yaxshilashsa kerak do'stlar. Qani borik uyini oldiga, qornim ochib ketdi. Yo'laylik. Yo'q. Kerak emas do'stlar.
Xo'p, men uyga boramiz tezroq. Juda ham xursandman, nimadir bo'lishi kerak, xavfim bo'lishi mumkin lekin. Taq. Kiraver. Xo'p, do'stlar, kiramiz mer uyga. Assalomu alaykum mer. Chaqirtirgan ekansiz? Men senga prank qilgandim. Prank? Siz menga prank qildingizmi? Ha, men prank qildim. Men seni hazillashdim, ya'ni sinagandim seni. Uying o'zingga bersin. Hech qanaqa jiyanim ham kelmaydi meni. O, rahmat mer, rahmat. Uyingga boraveraymi endi? Ha, mayli, boraveray. Boraver. O, do'stlar. Mayli, xayr. O, kechirasiz. Mayli. Xo'p, do'stlar, вообще xursandman. Hop, meni uyimga qo'yib yubordi janob mer. Endi biz juda ham xursandmiz. O'shaning uchun men uyga kiramanda telefon o'ynab o'tiraman, do'stlar. Do'stlar, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bo'lmasa men telefon o'ynab o'tiraman. Hammaga xayr, hammaga maroqli tomosha tilayman.